kunjara, buğday uni, Evet. keyin makka uni, ozgina sechka, arpa 5 xil yem aralashtirib. Bizda asosan bunda Qozog'iston semental parodosi, Evet. rossiyskiy Averden Angus, Greyford, undan уже shu 2 yil bo'lib qoldi. Bu yil noyabrda 2 yil bo'ladi. Kichkina edi vaqtida. Kichkina edi vaqtida. Hozir rasmiy bo'y tortib. Keyin yangilik bu dish bizdi yaqinda. Dish bizdimi? 2 kun, 3 kun bo'ldi o'sha adashmasam. Dur. 440. Barakasini bersin. İlayim. Hem şu görüp oturan musafirçilikdagi ağalarımız ham nasip etsin. 40 güne koyalım olsak, hava şu. 1 kilo 825 tane tuttu da ya 40 gün burun. Ölçegen bolsa bu. Assalomu alaykum kanalımıza obunachilar. Sizlar bilan men Arka va Ispoq, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi videolik kimchar va ishqibozlari sizlarga bir foydali videolik etib olganingizga havola qilish uchun Surojbek ukamizni xonadoniga kelamiz. Ya'ni Surojbek Do'stjonov xonadoniga kelamiz. Hozirgi videolikimizda sizlarga xudo xolasa Surojbek ukamiz mollarini holatda, nechta sharoitda, nechta yemlarni berib bakib o'tdi. Shularni batafsil kuzatib o'tishga harakat qilamiz. Videolikimiz keyinroq tarqalishi uchun like-ni bosib, kanalimizga yangi bo'lsa obuna bo'lib qo'ysangiz, shuningdek sizlarga foydali videolarni etib olganingizga havola qilib borishga harakat qilamiz. Bu yon tarafda yana Surojbek ukamiz. Assalomu alaykum, merhaba obunachilari. Xudo xolasa bugun ağamız geldi xonadonimizga. Ko'pdan beri aytib yuradilar, uka mollarni bir ko'rsatali, necha vaqt tursan, necha tartibda shularni bir qo'ldan kelgancha kichkina bir mol boqish sizlar haqida bir video qila oldilar. Bugun bir nasibalar qo'shilar ekan, xudo xolasa keldilar. Qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz, borini boricha aytamiz, bilgan ma'lumotlarimizni aytamiz, bilmaganlarimizni yodlarimizdan chiqib qolsa, eldin o'zi so'raymiz. Qo'ldan kelgancha tushuntirib boramiz, necha vaqt turibmiz, nima berib turibmiz. Hammasini bir yandan ko'rib borasizlar, xudo xolasa. Xo'p, Surojbek uka, necha yemlarni berib bakib o'tsam bularni? Bulara kunjara, buğday uni, Evet. buğday o'zi vakuumli darabelkada chiqarilgani, keyin makka uni, ozgina sechka, arpa 5 xil yem aralashtirib berib o'tsam. Teyine somon solinadi. Somon ustida ozgina namlab beramizda, suv yem solinadi. Bir 2 kilo, 3 kilo arasında tushib boradi har mola. Bir malka yemini. Shu aralashgan yemni, yeminni bir narsani o'zi emas, har xil yem. Gününe zınaş 2 mel olursa bularni. 2 mel azon geç. Azon geç. Ha. Siyati bormi uni? Azon kisat, atam azonda turadi, bomdotda geldi shu bir 5 tami shundan bir turadlardan beradilar. O'zim men chiqincha mol yem yegan bo'ladi. Faqat shunday eldinda sudur bo'ladi. Yemni yeb bo'lib, suvdan berib qo'yadilar. Keyin obedgacha turadi bu suv. Ava. Obedda yo'rinja, g'ovush, somon. Darabelkadan chiqarilgan aralashtirib turib solinadi. Yeydi. Ana shu bilan o'zi gechadan yetadi. Gechda bir qator ozgina suv olib beriladi. Bunchalik emas, ozgina suv olib beriladi. Ana keyin yemini beriladi. Bo'ldi, tamom. Shu bilan o'zi yana aylanaveradi. Danki beshda yana shu yem, yana shu bo'ldi. Kundaki resept shu aylanib boraveradi. Ha, shunday bo'lib boraveradi. Ana shunday aralashtirib bir xil yemni o'zidan berilmaydi, har xil yem beriladi. Ya'ni ulardan ham tarkibidan ma'lum bir foiz vitamin, shunday narsalar bor-ku baribir. Ava. Mol uchun foydali. Xudo xolasa bizda asosan bunda Qozog'iston semental parodosi, rossiyskiy Averden Angus, Rossiyadan kelgan. Endi o'zi gap chiqishi neligini bilmayman-ku. Kelgan yeri Rossiyadan kelgan. Keyin bunda Greyford, undan o'zi shu 2 yil bo'lib qoldi. Bu yil noyabrda 2 yil bo'ladi. Sharali. Evvelki videolarımızdan bunu gözetken edik, adashmasam. Yo'q. Gözetken edik. Bu molxonani salib turib, mollarni qo'yganda birinchi menda chiqmading yaxshi bilsang. Kichkina edi vaqtida. Hozir rasmiy bo'y tortib. Keyin yangilik bu dish bizdi yaqinda. Dish bizdimi? 2 kun, 3 kun bo'ldi o'sha adashmasam. Sanasi 2 dish bo'ldi bu, xudo xolasa. Yeyishinde endi ozgina sal kamayish bo'lib turibdi, sababi dish o'rnisi qaqshi bo'yicha og'rib turibdi. Shuncha yeyish sal kamroq. Qarallar ham ozgina girib turibdi-da mol. Malades, chiroyli. Los shundayna. Bu anguslari yaqinda keldik. Ava. Greyfordni 21-mart kuni oldik. Buni oyning oxirida emadi, ichasida keldi bu. 5-apreldan shundan keldi-da. Mart bo'lsa aprel. 5-indami shundan keldi-da, aprelda. Endi bu yerdan may уже bir oyda o'tib qoldi. 1,5 oy bo'lib qoldi-da bunga yana. Ama 2 oy bo'ldi. Hisob. Bayaqada o'lchaganda necha kilolar keladi bular? Bu 437 kilo keladi o'lchanganda. Bu 430 kilo amadi shunday edi. Keyin bu 400 kilo edi.
Bu Kazakniki. Bular Rossiyadan gelgan. Göremiz neçələr gəldi. Ölçəp ham göstərmisən? Farkı yok. Tarazısı buratımızdan. Tarazısı buratımızdan bu abeydə Yine. Ekranda nömrələrini ham qaldırasınız, xudo Xuda xalasa. xalasa. Eğer bir dostumuz telefon rakamlarını ekranda koyup ötkənmə, tarazı xizməti gerek bulacaq. Xuda xalasa benim ekranda telefon nömrələ alaka çıqa verəsilər. Xuda xalasa. Telefrosladan adres falan yerdə, palandan məlum bodisilər. Gəlişilgən halda. Ava, xanadanlarınıza bu aradan tarazını koyup verədi. 3 kilo saldı. Bozara çıkaracak mı? Ölçek görəsilərdən. Harapızın diləyinizə xarab. Bozarap çıxıb günəyinizə kimi olsa sata verəsilər. Pulunu Xuda bilədi, xalasa. ha? Nəsib ava. Arzon satıb qoydumma, keyin satqandan keyin qımma satıb qoydumma, da ikkilərini bir mildə lan. Əldən bir kilosunu görədilər, pulu məlum boladı, ana. Anıq da. Deyirsən, təbə də verirlər yəni. Xatırcam boladılar. Ava. Keyin xatırcam boladı. Sən bunu 400 ölçək kilo göstərmiz? 400 kilo kilo gen. gen, Ava. Qidiyətən neçələ buldu bunların ölçəgəni, Xuda xalasa? Şu bir aydan səl ötdü. Ötdü hə, Ha, burayda. bir aydan səl ötdü. Tünü ölçümüzdədik, ben gəlişmin qaldıq. Vaxt boyun qaldı. Gəlişmin qaldıq emas, vaxt boyun qaldı. Yəni İlər Bey hamam özü tərəzidə vizitdədirlər. Uzaqratda gəlirlər. Şunun üçün ölçəvimin qaldıq. Bu günə xoşqan ekan. Nəsib elədi. Siz mana bu gün gəldiniz. Dur. 440 kilo. 440. 440 kilo. Şunda bu 40 kilo koşkanlar. 40 kilo. İndi beri bir yaz ayı istidə həvlət edəm mal. Visal Ventilatorun hukukunu şəraitini ədir. Ya az girgəndən ventilatora düşdü məni gözüm. Bayağı da video olurkən təyalladım oxşadım onu. Bu bratımız verdim onu da dıra bir keçi dedin mi? 4 güldən Ənvər Bekamız bərberdi. Ana mol xananız bol da olsa şu indi mol bakıb oturmasanıza. Yazın gündə faydası yaxşı bir ventilator koyadam olsanızda. İndi beri bir həftədə bir kəmində yun tutduruş gerekdən malı. Molan ha? Hava. Yun turmasa səbəbi... Hava angus çıkaray. Angusam görərkən, angusam çürəyləkən lekin. Bu diş bızmalı, yok bızmadı mı? O iki diş bızğan əkən özü gələn vaxtında. Ha, bızğan mı əkən? Hava, özü gələn vaxtında bızıb. Çıxarğan əkən də iki dişi. Lekin ana o şaralı hələ indi yaxında bızdı diş. Bu ucu diş bızıb gələn. Bu indi bızdalı diş. Bu sünəkən bızdıdan boyamı östü. Yəni vaxtı biləsmi yadınız var mı? Şinekkini de var. Şinekkini pişikliğimi aladım. Bərəkəsini versin. İlayim. Həm şu görüb oturan musafirçilikdəki ağalarımızdan nəsib etsin. İlayim həmən xanadan da bolsun. Nə fəqət Neçə 4'ü, kilo? 10'u, 15'i bolsun. Sılanı görüb verəm. 503 kilo. Bu 437 mədi bu? 430 edən ya vaxtında. 430 kilodur. Buraydan səl ötdüdən ölçəngəndən. 73 kilo attı bu şimdi Xuda qalasa. Şimdi plus minusu bilən bir 5 gün, 1 həftə hesablayan olsaq, günün şu 1,5 kilodan sən bir gəndin, ha? Malades. Burayda 300 dediniz axırın? Bir aydan ötdü lekin hava. Şu bir həftə ötəcəm Gideyte buruşu gerek. 40 güne koyadam bolsak. Hava şu. 1 kilo 825 tane tuttu da ya 40 gün burun. Şunun ileriden Ölçegen bak, bolsa bu. Əlindən gəliymi? Hey canın naynani. Zeferan rahmet bulana bakı buraya. Zefer bu. Ümünlər Əsas uzaq işi atam xəridim onlara. Mən indi biləsiz ki, köçədə yürümüz sizə, mənəm. Biz rızkım köşeye döküğandan ki rıstırıp azan gitemiz, geç gidemiz. Sırazbek bilen Ya bu kök kızı söylere çəkən bu. bardık. Ne yandan multik ses çıxsa şu ana kadar. Bang sıfır dedik. Zerip bayamız. Mahalledaşımız özümüze. Zerip başa verip. Rahmetli. Xullas, yine şimdi muallayına. Malades ülke. Bunlara ölçəsək boladan bulayında o səl yamanlıq ət tutdu da. Az yəni ölçəndi. Bu vapşi baş pərt bu minuttum az. Az qana səl ət baldı. Çoxluq ət baldı. Duz paydası diyemeken. Duzu faydası güclü ağa. Duz dursa mal su içədi. Bərabər tərkibində yod bu. Ava teflettiredi. Abizetini. Aslında içeride. Gel. Malades. Canavar. Gel. Gel. Düşüneyim Berekesini tərkibdə bakıb versin. durdu. Şu tertipte şu rezultatta bak dursan. Keyin bunlara hər ayda bir mərtə miyosda vuruladı.
Muhammadcanni olib, xudo qalasa. Miyosda multivit shu narsalar uriladi. Baribir ko'pchilik aytadi, mola ukul kerakmi, lekin odam o'zi ham har 6 oydan bir, 3 oydan bir davolanib turadi-ku. Hava. O'zingiz ham misol uchun ukuldan olib lichin olib olmasangiz shok qolasiz. Jo'g'ingiz qachib, bir holsizlanib, boshqacha bo'lib qolasiz. Bular ham shunday, misol uchun vitamin nuri berasiz, kerakli vitaminlari tanna singandan keyin yeb turgan ozuqasini ham go'y soldirib beradi-da. Go'sha urib beradi-da. Ana shunday. Fesal olmashganda bahordan bo'lam. Qonin kamayib, boshqa bo'lib olasiz-ku o'zingiz ham. Mana shunday bo'ladi. Ha. Hozir shunday holatda bakib turibmiz. Buni yana hozir sizga emas sizlarga o'lchadik. 437 dedi. 470 kg geldi mengu? 470 kg geldi. Shunda 63 kg. Shundan ko'chgan bo'ladi-da. Молодец, молодец. 470 kg olsa? O'zi yozin günü 490 geldimi ya bu? Xullas shundan geldi. Surajbek o'zi birda bizga kelmasdan oldin Miyosda Muhammadjon ukamiz bilan videorolik tayyorlagan birdan, xudo xolasa tez arada bu videorolik ham chiqarib qoladi. Bemalol bemalol o'tib yuraverishingiz mumkin. To'liq videoroligi 4tasini ham taroziga tortgan. Bular ham o'lchadik. Hava. Shularni kilolarni bemalol o'tib yuraverishingiz mumkin, hurmatli obunachilar. Heylarni rezin tashakkurimiz elde demir oxir ma'lumotni berib o'tadigan bo'lsak, beton oxirga qaraganda demir oxir effekti yaxshiroq. Sababi tenda shamol aylanadi, mola skvoznik bo'ladi. Eldinda misol uchun siyada boshqa qiladi, dimlanib qolmaydi. Yatadi mol, yetgan vaqtidan ham tendan misol uchun nafas olib turadi mol. Shuning uchun men tavsiyam konteyner oxirdan shunday oyoqlatib, chiroylatib qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Keyin tena, mollar beton emas, ko'pchilik videolarimiz aytadi, beton emasmi deb. Beton emas, rezin buni. 1.85lik vodiyda Altimur Drabilkada ishlab chiqarish mini zavodi bor. Shular Xorazmdagi filialdan borib olganmiz buni. Erkam o'zim biladi, ko'rganlar. Shulardan borib olganmiz buni. Bu qo'yishdan maqsad bu hozir 2 santim shundan chiqadidan qanday? Beton o'zida tursa bundan hozir misol uchun shunchalik ves bilan moli tuyaqinda yenchiladi, boshqa bo'ladi, yara bo'ladi. Yara bo'lgandan keyin mol keyin ves olmaydi, o'sha tuyoq tushirish narasam bo'ladi, kasalligi bo'ladi. Shuni eldan olish maqsadida tena rezin tashlagan. Rezin qo'yilgan. Keyin 2 dona ventilyator. Depada hozir yandan do'shdik, bandan do'shdik, o'rtadan ham bir do'shamiz, 3 yeridan demaxod, banda yana 3 oyna. Ventilyator ishlatib berasiz. Aylanaveradi. Aylanib yotaveradi. Bundan keyin taqirina. Perik ham aylanmana, perik ko'shib. Ketdi. Shamoli zo'r ekan lekin buni istikin. Shamoli zo'r. Molla gel tuttu. Elbette 40 gradus minine chiqqan vaqt bo'ladi qo'ysin. Vaqt qo'shib berasiz buni. Hech deb atadim molla. Kuzgun qatib. O'zim ishsini güçlüsü bizda bo'ladi. Ha, Xorazmda. Shuning uchun. Sizlar ham molxonalarimiz bo'lsa, mol boqib turgan bo'lsangiz, shuni ventilyatordan qo'yishingizdan tavsiya etamiz. Surajbek ukamiz ag'asida boringlar 4 yilda. Havo. Bari bola berasizlar, xudo xolasa. Zakaz bersalar, uyarpim berardilar uylarni. Dasib ketadi ular. 400 ming so'm o'zi. Donasi. Har birisi 400 ming so'm. Telefonlar palangini boradi deydi, eldan pul bermaysizlar, yana keyin pul berib aqalaverasizlar. To'ylarga qo'ygan ventilyator ekan bu, to'yxonaga. To'yxonada qo'yib berdilar-ku, ishlatib. Shundan shu. Aboroti botdidan, shuni versina botdi flaydi. Hali o'rtachasida urdi. O'rtachada. Skorosi bozlanash. Ha, skorosi o'zida. Tushunarli. Shuning tartibda, shuni bakib turibmiz, sharoit shuning. Oyoqda rezinka, arkadan silik chiqib ketadi. Keyin tozalab turasiz. Xullas shunday. Keyin yana bir tavsiya, agar molxona qursak bo'lsangizda, tengini uklonga aynan ahamiyat beringlar. Sababi siyan vaqtida sidiki durmasligi kerak, chiqib ketishi kerak. Ko'proq bo'lishi kerak deysan. Endi ustalar asal ahamiyat bermayapmi, bilmayman. Ikkinchi chetana uklonni zo'r berganlarda o'rtadan teksa-tek qo'yganlar. O'rtada bizguni bandirdi. Ikkinchi chetana uklon berilgan, zakoniyat ikkinchi chetana uklon berib qo'ydilar, lekin o'rta tep-tez. Mol siysa shunda qoladi. Ayda olib turadi. Keyin majbur etamiz shalanka bilan kelib, endi buni xudo xolasa sal ozgina tengina sement qo'yib turib, uklonni barabaran. Shu kamida bir 10 sm bo'lsa, zo'r chiqadi-da. Uklon, ha? Boz durayeri, mol o'z durayeri, bani 2 necha buni?
2 metrmi, 2,5 mi shunday. Yetadi mola. Kimdir 220 qo'yadi, kimdir 230 qo'yadi. Sharoitdan gap chiqib, molxonani ulli kichkisine qarab turib, joyiga qarab qilib berasiz. Misal qarab. Ha, eldindan amina shunchalik. Bir bru necha bir bru 50 mi shunday chiqadi, bru 20 mi? Evvel videoları tayarlaganmız Surajbek ukamiz yandan. Bu videoları ham kommentariyada qo'yib o'tamiz. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Rasmiyalari bilan bu molxonasini aslında bu videoyu chiqargan vaqtda bu ikizlardan faqatgina 3 ikiz bor edi. Katta boradi bu an. Ha, 3 ikiz bor edi. Agar arasini so'ragan bo'lsalar, arasi 1.30 dan tutdi. Arasi 1.30 dan, rossiyskiy turbolar qo'yilgan, qalin turbo. 1.30 dan qo'yilsa, katta ikiz mol bakasimi, sig'ir bakasimi, katta semental bakasimi, galishtin bakasimi ketaveradi. Sig'ir ham ikizdan. Farq yo'q, to'g'ri? Agar qoratib ber komanda desam 1.30 zakonni. 2 mol ham durib yeb beraveradi. Arkasi keng bo'lsa. Menden bir savol bor. Men obunachilarim qiziqarli bo'ladi bu savol. Men bilishim bo'yicha bizlarning Messi bakka yaxshimi ekan? Parodniy bakkami? Parodniy bakka. Parodniy bakka. Yo'da zam qara sig'irni bolasi boradi, bu yerda duradi, bilsangiz, bu yerda duradi. Shu mol 45 kunda 20 kilo vес aldi. 45 kunda 20 kilo vес aldi. Oho. Lekin bu dish buzmasini aldin 45 kunda 68 kilo vес ko'rgan. İkisini bir ölçəyimiz, şu İlarbek hamga 45 kunda bu 68 kilo vес algan. Bu 20 kilo vес algan. Misli mal. 7'den doğru ötüredi. Lekin bundan köpeydi. Bundan köpeydi. Endi başka bir ağalarımızda misli mallar misal üçün koştaran buluşu mümkün 30 kilo, 40 kilo. Lekin bərabər parodni zor şəxsənəm. Vali indi 2 diş buzdu. Bu 2 diş buzub kelgan misal üçün. Özümüzü misli mallar 2 diş buzgandan çekila boladı. Yazıb berərsizlər. Kommentariyada xudo xolasa. Endi kimdadir misli mal rezultatı zor, kimdadir parodniniki. Endi mana o'zimga shuncha mol baxib ko'rib, parodniyadim ishga voz bo'ldim-da. Ham ozaram yo'q ekan, aqimlar taroziga torttirdi, iloji Ha, shular ham bor. Ha? Kinalmi chiqdi. Bizani misli mal misli o sig'irni bolasi bo'lsa, tarazini ko'tarib otaveradi. O'zimizdan jaylarida, ama aydi, madaniyat tashiydi bu. Buni bozor olib boraman, o'ra-bera mesaj uzatiraman deydi olsangiz ham bu hurmatli obunachilar, bu mollar azob bermaydi. Yani mashina chiqqandan tushgandan. Shunday. Gap so'zga tushunadi deydi-ku. Xanakida. Xo'p, hurmatli obunachilar, shu bilan bugungi video rolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video rolikimiz shundan ko'rganlar uchun hammangizga katta rahmat. Keyingi video rolikda, keyingi filmlarda ko'rishguncha hammani ishdan muvaffaqiyat tilaymiz. Safar yurganlar oilalaringiz barina to'lib toshib kelib, shuning inshaalloh baqish nasib ro'za aylasin. Salomat bo'lasizlar. Tarozi xizmat kerak bo'lsa, Ilorbek do'stimizni telefon raqamini qo'yib o'tganmiz. Aloqa chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar.